Ertamatdan sizlar bilan hozir ramyon pishiramiz. Ko'zimni ochishim bilan ramyon bilan chips yegim kelib uyg'ondi. Shuning uchun hozir shu ramyonni pishirib, sizlarga qanaqa qilib to'ppa-to'g'ri yeyishni o'rgataman. Shu ramyondan yengilchasi chiqibdi, zalochisi. Men buni davno yeganman. Eng yaxshi ko'radigan ramyonlarimdan biri. Buldak rozoviy olmoqchi edim, buldak rozoviy qolmabdi. Shu bor ekan, lekin bu ham buldak rozoviydan umuman не отстаёт. Ishoninglar, menga ishoninglar. Короче, buni ochib, narsalarni solib, qaynatib olish kerak. Mana bitta spetsialni ochadigan joyi bor. Nechchoyga. Ichidan ikkita priprava chiqadi. Shu pripravani hozir degan suvga solamiz. Ungacha, конечно же, Прикиньте, hech qachon krabовый chips yemagan ekanman. Birinchi marta bu yil yeb ko'rdim krabовый chipsni. Siz o'rganib yetmaysizlar. Nimaga hech kim yetmagan? Krabовый yeb ko'rdim. Nima deb o'ylaysizlar? Завтрак ramyon yeb, желудкамda bil qilamanmi yo'qmi? Ramyonimiz tayyor. Tak ramyonimiz shunday ko'rinishda, yonida g'am-g'amlari bilan. Hozirgi ramyon qanday to'rishishni o'rgataman. Chips olasizlar. Ustiga ham naq qilib, shuni ham qo'yib olasizlar. Idealniy завтрак.